Motorni ichi alohida tema bo'lib yotibdi aka. Nomerlari alohida tema bo'lib yotibdi. Mashinaning o'zi ham alohida tema turibdi akalar. Mashinani xudo olasa xuddi bozorga tayyorlagandek mehr berildi. Lekin akalar bu mashina umuman sotilmaydi. Akamiz chista o'zlariga minish uchun qildirishyapti ekan. Mashinamiz kelganda nomerning o'zi chiroyli edi. Hatto qirilgan, chizilgan, miyatina qilinadigan, buferlari boshqatdan restavratsiya qilinadigan holatda edi. Salonlarni ham polni cheki qilib, yuvib tozalab, himchiskalarni qilib, polirovkalarni qilib, usuloy miyatilalarni chiqarib, buferlarni bo'yab, oldiga gerbilar bo'ylan ustonovka qilib tayyorlab berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, kelar aloqaga chiqaverasizlar. Sotiladigan Lacetti, Nexus, Nexava farqi yo'q akalar. Mashinalar sotiladigan mashinalar ham bo'lsa, demoqchiman, olib ham qolaveramiz. Bozorga tayyorlab ham beraveramiz akalar. Reklama xizmatlarimiz bor. Kanallarimizga qo'yib, xudo olasa ishlarni shu yerda bitirib beramiz. Lacetti mashinamiz yoqqan bo'lsa, bitta like qizartirib berasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'ling.